Birodaring, sen unga berasan, u senga beradi. Sen undan olasan va u sendan oladi. Gohida uning gapiga qo'shilasan, gohida janjallashasan. Bir-biringizni malomat qilishingiz mumkin, lekin keyin yarashib, kun oxirida birga kulib, zavqlanasiz. U sening shodligingdan quvonadi va g'aming uchun qayg'uradi. Seni obro'yingni himoya qiladi va kamchiliklaringni yashiradi. Agar yaxshilikka intilsang, senga qo'l cho'zadi. Agar sendagi zaif joyini sezsa, uni berkitadi. Boshingga qiyinchilik tushsa, seni qo'llab-quvvatlaydi. Agar so'rasang, beradi va agar sukut saqlasang, tashabbusni o'z qo'liga oladi. U o'z xohish-istaklarida seni o'zidan ustun qo'yadi va qiyinchiliklarda sendan o'zib ketadi. Agar sen yo'q bo'lsang, seni qidiradi. Agar g'aflatda bo'lsang, seni uyg'otadi. Agar adashib qolsang, senga yo'l ko'rsatadi. Agar u Allohga duo qilsa, seni unutmaydi. U boshdagi toj kabi mag'rurlik va ko'krakdagi marjon kabi qalbning ziynatidir. Birodaring, agar u yiqilsa, uni ko'targin. Agar muhtoj bo'lsa, yordam bergin. Agar zaiflashib qolsa, uni qo'llab-quvvatlagin. Birodarlar, bu hayot qiyinchiliklarida ularning